Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani, teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini, so'rmoqning juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Assalomu alaykum do'ston, binandaha, tomoshabinoni aziz. Imroz ma qaror داریم در دهه آفریقا برای تبریک کردن جشن زادروزی نور محمد بابا که 85 ساله شدند. امروز تبریکات را از نام فرزندان ابیرها تبریک میگویم. لحظه های خرسندی خانواده را همراه شمایان به هم ببینیم. با ما باشید. ما آغاز میکنیم. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaringizni bugungi Nur Muhammad bobo xonadoniga shukrona kuniga xush kelibsiz, qadamlaringizga sanoqlar deymiz. Aziz otajonimiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni chin qalbimizdan, farzandlar nomidan, albatta Xolbibi xola, Sayrigul xola, Zamira xola, Gulchehra opa, Ikrom aka, Islom aka, Zurafa opalar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Deyishdi, xonadonimiz bog'boni. Qadar buzurgvorimiz bugun shukrona kunlarini nishonlayapmiz. Chiroyli qilib bizning nomimizdan tabriklab qo'ying. Yaxshi ko'ramiz. Xonadonimiz bog'boni, qiblagohimiz, duogo'yimiz, dunyo boricha tursunlar bizning boshimizda soyabon bo'lsinlar. امروز در محمد بابا شما از نام تمام فرزندان تبریک میکنیم. شما بسیار فرزندان ناز میبینند، دوست میدارند. گفتن بعد از گذشتن بیجانم هم بی شدند، هم داده شدند. سر محبت سایبان شده، دعاگوی شده گشتند. خدا رحمت qilsin oyajonimizni. Oyajonimiz o'tganlardan keyin biz uchun ham ona, ham otadek. Albatta mehr ko'rsatib bizlarni oyatga yetkazganlarga mingdan ming rahmat va shukr aytamiz. Deyishadi, dardi dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Loydan qo'li chiqmagan gohi, buzlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda Xudo guvohi. Mehnat qilib tinmagan otam. Ayb ish qilib qilmasgar xato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto
mehnat qilib tinmagan otam, yuzli nurli ajinlar serob. Har ajinga asli men sabab, biror marta bir lahza to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam. Ko'ngli toza, sochlarida oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qish tinsa ham dunyoda biroq mehnat qilib tinmagan otam. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Albatta farzandlar sizni yaxshi ko'rishadi. Deyishdikim, biz ertalabdan Xudoga shukr deymiz. Nimagaki, Xudovand bizga shunday otajonimizni berganligi uchun. Yuzga kirib, yuzdan oshib yurishsin. Xudo xohlasa hoji bobo bo'lib, ana shu Qo'shona ana shu xonadonlarda ham haj oshilar berish bizga nasib aylasin deyishdi. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Albatta, ana shu niyatlar bilan dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardan biri Qur'oni Karim kitobini farzandlar nomidan sizga taqdim etamiz. Marhamat, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. در این دنیای برهنه با قلبم مرهمی دردی و درمانی Nur Muhammad bobo 120 ساله شوید. خدا کند که همین مردم آقویرا و سر و بر شده، دعاگوی شده، پیری خیراتمندی همین دهه آقویرا شده گردید و 120 در آمدگی تا با آمده حاجی بابا حج مبارک شود گفته تبریک کردن نصیب کند. اکنون باشد میخواستیم در اینجا شیرینی داریم، یک جای شیرینی رو بریم و از آن تناول کنیم و بعد با سخنهای تبریکاتی شنویم. yaxshi niyatlarni albatta shirinliklar keyin eshitamiz, tinglaymiz. Marhamat, hozir esa birgalikda shirinlikni kesamiz. Marhamat. Потому что день особый, но того сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Без ограничения. Rahmat. Nur Muhammad bobo shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan sizni tabriklaymiz. Nabiralar, farzandlar, abiralar nomidan yana chin qalbimizdan tabriklaymiz. Samanda quchoqlab qo'ying. Qaniysa? Rahmat, sağ olun. Aç şu. Ya, tamam qo'y. Nurmuhammad bobo, bugun farzandlar yaxshi niyatlari, ezgu umidlari ko'ngilda bor. Biz esa ular nomidan sizga aytamiz. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal, kamlarim, g'amlarim etsa butun hal dunyoni bir chetga qo'yib, otamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon.
dardimga hech davo etmagan hamon otamni Makkaga olib boraman. Alamin yatashon barasidan nasib kunadu Makka tillo در این سین و سال مبارک نصیب شما شود. حاجی بابا شده بید ما شما با تبریک کردن با آمدن نصیب کند. باز تحفه ها از نام فرزندان برای نور محمد بابا، البته عکس خاطرمان و عائلوی مرحمت پورترت پیشکش میکنیم. زادرس مبارک. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Endi esa yaxshi niyatlarni farzandlardan eshitamiz. Xolbi xola, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringga. Ukaginam darvozaga xush kelibsizlar. Avvalambor dadajonimni tabriklayman. Yo'lga kirsinlar. Xudo qancha umr bergan bo'lsalar, yaxshi nima bilan o'tkazsinlar bizlar bilan. Bizlar dadamiz, davlatimiz, tog'imiz, ham biyi ham dada bo'lib bizlarga bosh-qo'sh bo'lib katta qildilar. Dadamga kattadan katta rahmat. Hammalaring xush kelibsizlar. Muridda tojsan. Rahmat. Rahmat. Ikrom aka. Sayrigul xola. Zamira xola tayyorsham kerak. Marhamat. Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'ring. Biz sizni shunday yaxshi ko'ramiz endi. Qancha gap bo'lsa ham kam topolmayman. Siz uchun bu gaplarni topolmayman. Dadajon, rahmat bizlarni katta qilganingiz uchun. Ham ona, ham ota bo'lib sog'-salomat hammamizni qilingiz. Mana qancha nevara, chevaralaringiz bor dadajon. Rahmat, uzoq umr ko'ring. Rahmat. Zamira xola marhamat. Gulchehroiti, kanakadamashon. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugungi dadamni shukrona kunlariga kelibsizlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Rahmat. Dadajonimiz iloyimgina yuzlarga kirsinlar. 120larga kirsinlar. Bizani boshimizga sihat salomat bo'lsinlar. Iloyim sog' yursinlar. Arqamizga tog' bo'lib yursinlar. Rahmat dadajon sizga. Rahmat. Rahmat. Azizam Ikrom aka, Islom aka, Xudodan ham tabrik qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum hamma mehmonlar. Biz ham nima deymiz? Dadamizni tabriklaymiz-da. Sog' bo'lsinlar baxtimizga. Bizani shuncha katta qilib ulg'aytirganlari uchun rahmat. Hammamiz nomidan tabriklaymiz, oilamiz nomidan. Sog' bo'linglar. Va Zo'rafa opa. Nima? Raqsash ketimi? Xay. Nur Muhammad bobo, bor degan zodringiz muborak. Akron nabiraho. Qani nabiraho? Nabiraho tabrik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli xeshjonlar. Bobojon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Doimo orqamizda bizani qanotimiz bo'lib, sog' salomat yuring. Hamma mehmonlarga ham katta rahmat kelganlaringiz uchun hurmat qilib, hajlarga borish nasib qilsin iloyim bobojon. Yaxshi kunlarga har doim uchrashaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avvalambor bugungi juda ham ulug' ayyom, shukrona kuni sababchisi bo'lmish bobojonimni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bobojonim, mehribonim, ummat kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim 100 yoshlar bilan yuzlashib, biz farzandlaringiz, nevaralaringiz, evaralaringiz, chevaralaringiz boshida bosh bo'lib yuring. Rahmat. Merhaba aka. Tashkil kunanda Imroza tabrik. Hatta tabrik kunan azobi hamma tabrik edim Imroza. Yakta shoma dedi. Qani nabiraho? Xo'p, nabosat navbat ro baraqs bitim, yak jam eraqsim. Bugungi shukrona kun, yaxshi kun esdalikka qolish uchun chiroyli o'yin kulgi bilan bugungi bazmimizni davom ettiramiz. Marhamat, shu xushlar albatta onajonlarimiz uchun tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Marhamat.
Shut
عزیزان یکی از آن پیرهای دهه آخبوریا را البته نور محمد بابا را در روز زادروزشان تبریک کردیم. لحظه های خورسندی خانواده را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. رحمت حسین جان.